degan hasharotlar asalari uchun juda xavfli. Nimaga desanglar, bu hasharot asosan ozuqa manbai asallarni ushlab turib qonini so'raydi. Shuning uchun agar ichlarida asalarichilar bo'lsa, agar balki bilasizlar, balki bilmaysizlar, agar bilmaydigan bo'lsalar, mana bilib oldinglar. Agar shunga o'xshash hasharot ko'rsanglar, o'ldiringlar. Chunki bu faqat asalari yeydi, boshqa narsa yemaydi. Bu degani bir kunda 3 ta 4 ta asalar yeydi. To'g'ri, bu tashqarida ham asalar o'lib ketadi-yu, lekin qotilda bu asalarni yeydi. Shuning uchun ko'rganlarda o'ldirishinglarni tavsiya berardim. Xullas, bizni kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Asallar to'g'risida qiziqarli ma'lumotlar berib boraman va asal kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Hatto videolar ko'rib chiqsanglar, asallarni qayerda boqishimizni, bunday qilib asallar olish jarayonlarini hal qo'yganim yo'q. Endi chunki asal olinadigan payt endi keladi. Shuning uchun obuna bo'lsanglar, asal olish jarayonlarini ko'rasizlar. Asallarni narxini, asal toza asal bilan turmush asalni farqlashni bilib olasizlar. Qaysi asal qanaqaligini, nimaga davoligini bilib olasizlar. Shuning uchun tek obuna bo'lsanglar